Hurmatli tomoshabinlar, aziz kanalimiz kuzatuvchilari, bugun sizni juda muhim bir mavzu bilan ogohlantirmoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, ularning farzandlariga, nabiralariga va hatto kelajakda pensiya olishni kutayotgan, hali yosh bo'lsa-da, bugungi qonunlarni bilish shart bo'lganlarga ham tegishli. Yaqin kunlarda kuchga kirish kutilayotgan yoki allaqachon kuchga kirgan, ammo ko'pchilik e'tibordan chetda qoldirayotgan ba'zi qoidalar sizning hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bugungi videomizni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni, har bir jumlaga e'tibor berishingizni iltimos qilaman. Bu nafaqat sizning moddiy farovonligingiz, balki huquqlaringiz va kelajakdagi imkoniyatlaringiz haqida hamdir. Nimalar taqiqlanishi haqida gaplashamiz. To'g'ri eshitdingiz. Taqiqlar haqida. Bu so'z biroz qo'rqitish uchun mumkin, ammo men buni sizni qo'rqitish uchun emas, balki ogohlantirish va tayyorlash uchun aytyapman. Bu sizning moddiy ahvolingizga, davlat tomonidan beriladigan imtiyozlarga bo'lgan huquqlaringizga va hatto odatiy hayot tarzingizga ham daxl qilishi mumkin. Agar siz shu paytgacha ba'zi narsalarni bemalol qila olgan bo'lsangiz. Endilikda bu imkoniyatlar cheklanishi yoki butunlay yo'q bo'lish ehtimoli bor. Shu sababli kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing va shu muhim ma'lumotni boshqalar bilan ham ulashing. Chunki bu ma'lumotlar juda qimmatli va ko'pchilikning hayotini o'zgartirishi mumkin. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari ko'plab pensionerlar pensiya olish bilan bir qatorda qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lishlari mumkin edi. Bu daromadlar rasmiy ish haqi, ijaradan keladigan pullar, kichik biznesdan olingan foyda yoki boshqa norasmiy ishlar bo'lishi mumkin edi. Ko'pincha bu daromadlar davlat tomonidan beriladigan pensiya va boshqa ijtimoiy nafaqalarning miqdoriga sezilarli darajada ta'sir qilmasdi. Masalan, ba'zi pensionerlar rasmiy ravishda ishga kirganlarda ham pensiyalarining to'liq miqdorini olishda davom etishardi. Yoki ular ba'zi ijtimoiy imtiyozlarga, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar, bepul transport kartalari yoki dorixonalarda chegirmalar kabi yordamlarga ega bo'lishardi. Daromadlarning umumiy miqdoriga qaramasdan bu tizim bir tomondan pensionerlarga qo'shimcha moddiy yordam bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomondan byudjet yuki ortib, ijtimoiy adolat tamoyillari ba'zan buzilgan holatlar ham kuzatilgan. Ba'zi kishilar davlatdan maksimal imtiyozlarni olib, shu bilan birga katta norasmiy daromadlarga ega bo'lishgan. Endi vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlat byudjetini optimallashtirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash, mablag'larni aniq manzilga yo'naltirish va turli xil firibgarliklarga chek qo'yish maqsadida hukumat bir qator yangi qoidalar va cheklovlarni joriy etmoqda. Bu qoidalar asosan pensionerlarning umumiy daromadlarini, ularning mulkiy holatini va olinayotgan ijtimoiy nafaqalarni yanada shaffofroq nazorat qilishga qaratilgan. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda pensionerlarning umumiy daromadlari va mulkiy holati nafaqat pensiyaning miqdoriga, balki ularga beriladigan turli xil ijtimoiy imtiyozlar va qo'shimcha yordam turlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sodda qilib aytganda, agar sizning umumiy daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshsa yoki sizda ma'lum miqdordagi mulk bo'lsa, siz avval ega bo'lgan ba'zi huquq va imtiyozlaringizdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Davlat endi hamma pensionerlarga bir xil yondashmaydi, balki ularning haqiqiy moddiy ahvolini hisobga olgan holda yordam berishni maqsad qilgan. Bu shuni anglatadiki, siz bugungacha bemalol foydalanib kelgan ba'zi imkoniyatlar siz uchun endilikda taqiqlangan bo'lishi mumkin. Bu holat albatta ko'plab pensionerlar uchun hayratlanarli va hatto ranjituvchi bo'lishi mumkin. Ammo bu boradagi qoidalarni tushunish va ularga amal qilish juda muhimdir. Keling, hozir aynan nimalarga e'tibor berish kerakligini, kimlar xavotirlanishi lozimligini va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu bo'limda sizga bir nechta aniq misollar va raqamlar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi va eng muhim o'zgarishlardan biri bu ishlaydigan pensionerlarga tegishli. Ilgari ko'pchilik pensionerlar pensiya yoshiga yetganidan so'ng ham ishlashni davom ettirishardi. Ular o'z pensiyalarini to'liq olib, ustiga ish haqidan ham daromad qilishardi. Ko'p hollarda bu ish haqi pensiyaga hech qanday ta'sir ko'rsatmasdi. Endi esa qoidalar biroz qattiqlashdi. Agar pensioner rasmiy ravishda ishlasa va uning ish haqi ma'lum bir miqdordan, masalan, o'rtacha ish haqining bir necha barobardan oshsa, uning pensiya to'lovlari qayta ko'rib chiqilishi yoki unga beriladigan qo'shimcha imtiyozlar bekor qilinishi mumkin. Misol uchun taxminan 2 million so'm pensiya oladigan Omonulla boboni olaylik. U
uzoq yillar texnik sohada ishlagan va pensiya yoshiga yetgan bo'lishiga qaramay, sog'ligi yaxshi bo'lgani sababli kichik bir korxonada maslahatchi sifatida ishlashda davom etmoqda. Uning oylik ish haqi 3 million so'mni tashkil etadi. Eski qoidalarga ko'ra, Omonulla bobo 2 million so'm pensiya va 3 million so'm ish haqi, jami 2 million so'm daromad olgan. Bu uning hayotini ancha farovon qilgan. Yangi qoidalarga ko'ra esa, agar qonunchilikda belgilangan eng kam ish haqi yoki o'rtacha ish haqining ma'lum bir miqdordan, masalan 5 barobardan aytaylik, bu 3 million so'm deylik, yuqori umumiy daromadga ega bo'lgan pensionerlarga nisbatan cheklovlar qo'yilgan bo'lsa, Omonulla boboning vaziyati o'zgarishi mumkin. Agar uning umumiy daromadi 2 million pensiya, 3 million ish haqi, 5 million so'm ushbu chegaradan oshsa, u ba'zi imtiyozlardan mahrum bo'lishi yoki pensiyasining bir qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Bu holatda u avvalgi kabi 5 million so'm emas, balki undan kamroq pul olishi mumkin. Bu degani, u ilgari bemalol qilgan ishni endi ma'lum cheklovlar ostida yoki kamroq foyda bilan qilishga majbur bo'ladi. Ikkinchi muhim jihat bu davlat tomonidan beriladigan turli xil ijtimoiy imtiyozlar va subsidiyalardir. Ko'plab pensionerlar kommunal to'lovlar, uy-joy ijara haqi, dori-darmon xarajatlari, transport uchun subsidiyalar yoki boshqa moddiy yordam turlarini olishadi. Oldinlari bu imtiyozlarni olishda pensionerning umumiy daromadi yoki mulkiy holati har doim ham chuqur tahlil qilinmasdi. Endi esa bu tizim yanada shaffofroq bo'ladi. Agar sizning umumiy daromadingiz, jumladan pensiya, ish haqi, ijaradan olingan daromad, bank depozitlaridan olingan foizlar va boshqa manbalardan kelgan pullar ma'lum bir miqdordan oshsa, siz avval ega bo'lgan ba'zi ijtimoiy imtiyozlaringizni yo'qotishingiz mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi 75 yoshli Mohira momo pensiyasidan tashqari o'zining ikkinchi uyini ijaraga berib, oyiga 2-5 million so'm daromad topadi. Uning pensiyasi 28 million so'm. Jami oylik daromadi 4 million so'm. Shu bilan birga Mohira momo kommunal to'lovlar uchun davlatdan subsidiya oladi. Bu unga har oy 2,5 ming so'm tejash imkonini beradi. Yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng, agar pensionerning umumiy oylik daromadi, aytaylik 30 million so'mdan oshsa, u kommunal subsidiya huquqidan mahrum bo'lishi mumkinligi belgilangan bo'lsa, Mohira momo ushbu subsidiyani yo'qotadi. Chunki uning 30 million so'm daromadi belgilangan 30 million so'mdan yuqori. Bu degani, u ilgari davlatdan olgan yordamdan endilikda mahrum bo'ladi, chunki uning umumiy daromadi yetarli deb topiladi. Uchinchi misol, ba'zi pensionerlar farzandlari yoki yaqin qarindoshlari yordamida yashaydi. Agar bu yordam doimiy va sezilarli miqdorda bo'lsa, u ham pensionerning umumiy daromadi sifatida qabul qilinishi va ijtimoiy nafaqalarni olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Bu ayniqsa ijtimoiy himoya yordami yoki kam ta'minlangan oilalarga yordam kabi nafaqalar uchun muhimdir. Agar pensioner bunday yordam olish uchun murojaat qilsa, uning butun oilasining, shu jumladan birga yashovchi farzandlari va ularning daromadlari ham hisobga olinadi. Agar oilaning jami daromadi belgilangan chegaradan oshsa, pensioner ham, butun oila ham ushbu yordamdan mahrum bo'lishi mumkin. Bu ko'plab pensionerlar uchun, ayniqsa farzandlari bilan birga yashaydiganlar uchun muhim o'zgarishdir. Kimlar xavotirlanishi lozim? Yuqoridagi misollardan ham ko'rinib turibdiki, birinchi navbatda pensiyadan tashqari rasmiy yoki norasmiy qo'shimcha daromadga ega bo'lgan pensionerlar xavotirlanishi kerak. Ikkinchidan, bir nechta ijtimoiy imtiyozlar yoki subsidiyalardan foydalanayotgan, ammo daromadlari shu imtiyozlarni olish shartlariga to'g'ri kelmaydigan darajada yuqori bo'lgan pensionerlar. Uchinchidan, o'z mulkiy holati, masalan, ikkinchi uy, avtomobil, katta bank depoziti haqida to'liq ma'lumot bermagan yoki uni yashirgan pensionerlar ham diqqatli bo'lishlari lozim. Chunki davlat endi barcha ma'lumotlarni elektron tizimlar orqali markazlashgan holda tekshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Faqat pensiya oladigan va boshqa hech qanday qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lmagan pensionerlar. Davlat tomonidan beriladigan barcha imtiyozlar va yordamlarni qonuniy asosda va to'g'ri deklaratsiya qilib oladiganlar nisbatan xotirjam bo'lishlari mumkin. Agar sizning yagona daromadingiz pensiya bo'lsa va sizda davlat yordamiga ega bo'lish uchun yetarli sabablar bo'lsa, yangi qoidalar sizga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Aksincha, mablag'lar aniq manzilga yo'naltirilganligi sababli sizga ajratiladigan yordam miqdori hatto oshishi ham mumkin. Endi esa ushbu qoidalardagi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar
va noaniq jihatlar haqida gaplashaylik. Har bir qonunda bo'lgani kabi, bu yangi cheklovlar ham o'z istisno va nozik tomonlariga ega. Ularni bilish sizga keraksiz tashvishlardan qochishga yoki aksincha kutilmagan muammolarga duch kelmaslikka yordam beradi. Istisnolar. Barcha daromadlar ham bir xil tarzda hisoblanmaydi. Ba'zi turdagi daromadlar pensionerning umumiy daromadini hisoblashda inobatga olinmasligi mumkin. Masalan, bir martalik moddiy yordam. Ya'ni agar farzandlaringiz sizga biror marta katta miqdorda pul o'tkazgan bo'lsa, bu doimiy daromad manbai sifatida hisoblanmasligi mumkin. Shuningdek, ma'lum bir miqdordagi gumanitar yordam, xayriya pullari yoki davlat mukofotlari kabi daromadlar ham hisobga olinmasligi mumkin. Ba'zi mamlakatlarda meros yoki sovg'alar ma'lum bir miqdorda soliqlardan ozod qilinadi va daromad sifatida qat'iy hisobga olinmaydi. Ammo bu aniq miqdorlar va shartlar qonunchilikda aniq belgilangan bo'lishi kerak. Shuning uchun har bir holatda aynan sizning daromad manbangiz istisno qatoriga kiradimi yoki yo'qligini aniqlash uchun pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat idorasiga murojaat qilish shart. Tuzoqlar. Eng keng tarqalgan xatolardan biri bu ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilamaslikdir. Agar sizning daromad manbalaringizda, oilaviy holatingizda yoki mulkiy holatingizda o'zgarishlar ro'y bersa, bu haqda zudlik bilan tegishli idoralarga xabar berishingiz shart. Aks holda siz noqonuniy ravishda ortiqcha pul olgan hisoblanib, bu mablag'larni qaytarishga majbur bo'lishingiz, hatto jarimaga tortilishingiz ham mumkin. Ikkinchi tuzoq, bu qoidalarni to'liq tushunmaslik. Ko'pchilik qo'shnim shunday qilgan yoki bozordagi tanishim aytgan degan gap so'zlarga ishonib, noto'g'ri qarorlar qabul qiladi. Har doim rasmiy manbalarga va mutaxassislarning maslahatlariga tayanishingiz kerak. Uchinchisi, norasmiy daromadlarni yashirishga urinish. Hozirgi kunda bank o'tkazmalari, elektron to'lovlar va boshqa moliyaviy operatsiyalar davlat tomonidan nazorat qilinishi mumkin. Shu sababli norasmiy daromadlarni uzoq muddat yashirish juda qiyin bo'lib qoladi va oxir-oqibat sizni yanada jiddiyroq muammolarga olib kelishi mumkin. Noaniq jihatlar va nuanslar. Daromad qanday hisoblanadi? Ba'zi holatlarda faqat shaxsiy daromadlar hisobga olinsa, boshqa holatlarda butun oilaning daromadlari jamlanadi. Bu ayniqsa kam ta'minlangan oilalarga beradigan nafaqalar uchun muhimdir. Agar siz farzandlaringiz yoki nabiralaringiz bilan birga yashasangiz, ularning daromadlari ham sizning ijtimoiy yordam olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Bu nuansni aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasi yoki mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Mulkni hisobga olish. Ba'zi ijtimoiy imtiyozlar berilishida nafaqat daromad, balki mulk ham inobatga olinadi. Masalan, agar sizda bir nechta ko'chmas mulk, uylar, kvartiralar, uchastkalari yoki qimmatbaho avtomobillar bo'lsa, bu sizning davlat yordamiga muhtoj emasligingizni anglatishi mumkin. Bu yerda ham ma'lum chegaralar belgilangan bo'lib, ular turli imtiyozlar uchun farq qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning mulkiy holatingizni ham sinchkovlik bilan baholashingiz va barcha ma'lumotlarni shaffof tarzda taqdim etishingiz kerak. Rasmiy ma'lumotlarning ahamiyati. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda yoki oddiy suhbatlarda har xil mish-mishlar va noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi mumkin. Har doim rasmiy manbalardan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, prezident farmonlari, tegishli vazirlik va idoralarning rasmiy saytlaridan olingan ma'lumotlarga tayanishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Pensiya jamg'armasi yoki Xalq bankining mahalliy bo'limlariga shaxsan murojaat qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Endi esa amaliy maslahatlar. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Qanday qadamlar qo'yish kerak? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam: ma'lumotlarni o'rganish va aniqlashtirish. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlarni muntazam ravishda kuzatib boring. Pensiya ta'minoti, ijtimoiy himoya va moddiy yordamga oid yangi qarorlar, farmoyishlar va nizomlarni o'qib chiqing. Buni Adliya vazirligining Lexus portali orqali, pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti orqali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshirishingiz mumkin. Ayniqsa, sizga tegishli bo'lgan har qanday ijtimoiy imtiyoz yoki nafaqa turi bo'yicha qoidalar qanday o'zgarganini aniq tushunib oling. Agar siz norasmiy daromadga ega bo'lsangiz yoki qo'shimcha ishlayotgan bo'lsangiz, bu haqda qonunchilikda qanday tartib belgilanganini tekshiring. Ikkinchi qadam: pensiya jamg'armasiga yoki tegishli idoraga murojaat qilish. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Siz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga shaxsan borib,
o'zingizning vaziyatingizni to'liq tushuntiring. Barcha savollaringizni aniq bering va ularga javob oling. Bu ayniqsa siz qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz oilangizda o'zgarishlar, masalan, farzandlaringiz bilan birga yashay boshladingiz yoki ular ish topdi, ro'y bergan bo'lsa yoki sizda mulk mavjud bo'lsa, juda muhim. Ular sizga aynan sizning holatingiz bo'yicha qanday qoidalar amal qilishini, qanday cheklovlar mavjudligini va sizga qanday choralar ko'rilishi mumkinligini tushuntirib berishlar kerak. 3-qadam zarur hujjatlarni to'plash va taqdim etish. Agar sizning vaziyatingizga ko'ra qandaydir ma'lumotlarni yangilash yoki qo'shimcha hujjatlar taqdim etish zarur bo'lsa, buni kechiktirmasdan bajaring. Odatda kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxati quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin. 1. Pasport, pensiya guvohnomasi, o'ttu daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, ish joyingizdan ijaradan kelgan daromadlar haqida va boshqalar. Dard, oilaviy tarkib haqidagi ma'lumotlar, mahallanadigan hujjat. Mulk hujjatlari, agar sizda ko'chmas mulk yoki transport vositasi bo'lsa. 6. Bank hisob raqamlari haqidagi ma'lumotlar, agar sizda katta miqdordagi depozitlar bo'lsa. 7. Boshqa turdagi yordam yoki imtiyozlarni olish uchun ariza, agar sizning holatingizga ko'ra ular ta'sir qilmasa. Har bir hujjatning asli va nusxasini tayyorlab qo'ying. Ba'zi idoralar elektron shakldagi hujjatlarni ham qabul qilishi mumkin. Bu haqda oldindan aniqlashtiring. 4-qadam barcha daromadlarni shaffof tarzda deklaratsiya qilish. Agar siz pensiya bilan birga boshqa daromad manbalariga ega bo'lsangiz, ularni to'liq va aniq ko'rsating. Soliq idorasiga o'z vaqtida daromad deklaratsiyasini topshirish va barcha soliqlarni to'lashga odatlaning. Bu sizni kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolardan himoya qiladi. Agar sizda norasmiy daromad manbalari bo'lsa, masalan, kichik do'kon, bozor savdosi yoki xususiy xizmatlar ko'rsatish, bu faoliyatingizni rasmiylashtirish yo'llarini o'rganing. Davlat kichik biznes va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun imtiyozlar taklif qilishi mumkin. Bu esa sizga qonuniy ravishda daromad topish imkonini beradi. 5-qadam professional yordam so'rash. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa yoki qoidalarni tushunishda qiynalayotgan bo'lsangiz, yuridik maslahatchi yoki professional buxgalter bilan maslahatlashing. Ular sizga qonunchilikning nozik jihatlarini tushuntirib berishlari, hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishda yordam berishlari va eng to'g'ri harakat rejasini ishlab chiqishda ko'maklashishlari mumkin. Ba'zi davlat idoralari bepul huquqiy yordam ham ko'rsatishi mumkin. Bu imkoniyatlardan foydalanishni o'rganing. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aziz do'stlar, bugungi videoda muhokama qilingan o'zgarishlar va cheklovlar bir qarashda noxush tuyulishi mumkin. Ammo bu qoidalar jamiyatda adolatni ta'minlash, mablag'larni yanada samaraliroq taqsimlash va byudjet intizomini mustahkamlashga qaratilganini tushunishimiz kerak. Eng muhim bu ma'lumotlardan xabardor bo'lish, o'z vaqtida chora ko'rish va davlat idoralari bilan hamkorlik qilishdir. Unutmang, davlat bilan shaffof va ochiq munosabatda bo'lish har doim sizning foydangizga ishlaydi. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish uchun aktiv bo'ling. Agar sizda biror narsa haqida shubha bo'lsa, darhol so'rang, aniqlang. Ammo hech qachon g'iybatlarga yoki noto'g'ri ma'lumotlarga tayanmang. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Bu masalada qanday fikrdasiz? Sizningcha bu o'zgarishlar adolatlimi? Qanday muammolarga duch kelishingiz mumkin? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotni o'z yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz va do'stlaringiz bilan ham ulashing. Chunki bu ularning ham hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha